Assalomu alaykum. Men Samarqand davlat pedagogika instituti aniq amaliy fanlar kafedrasi matematika va informatika yo'nalishi 401 guruh talabasi Oblaqulova Rushana bo'laman. Bugungi video hisobotimiz axborot xavfsizligi fanidan bo'lib, mustaqilish uchun tayyorlandi. Mustaqilish mavzusi diskdagi ma'lumotlarni shifrlash, TrueCrypt, BitLocker va VeraCrypt misolida. Keltiraveraman. Buning uchun men bir slayd tayyorladim va mavzuni shu orqali tushuntirib berishga qaror qildim. Mavzuni tezroq tushuntirishga harakat qilaman, chunki meni vaqtim chegaralangan. Davom etamiz. Diskdagi ma'lumotlarni shifrlash, TrueCrypt, BitLocker va VeraCrypt misolida keltirish. Bu mavzu. Endi birinchi o'rinda disk shifrlash nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Disk shifrlash bu ma'lumotlarni xavfsiz saqlash uchun muhim jarayon hisoblanadi. U ma'lumotlarni raqamli shaklda kodlash orqali amalga oshiriladi. Bu esa ularga ruxsatsiz kirishni oldini oladi. Shifrlash jarayoni ma'lumotlarni faqat to'g'ri kalit bilan ochish imkonini beradi. Masalan, agar sizning kompyuteringiz o'g'irlangan bo'lsa, shifrlangan ma'lumotlar o'g'irlikdan himoyalangan bo'ladi. Davom etamiz. TrueCrypt haqida ma'lumot. TrueCrypt dasturi ochiq manbali bo'lib, ko'plab foydalanuvchilar tomonidan bepul foydalanish imkoniyatiga ega. Bu shifrlash jarayonini tez va oson bajarishga yordam beradi. TrueCrypt foydalanuvchilarga virtual disklar yaratish imkonini beradi. Bu esa shifrlangan ma'lumotlar saqlashni osonlashtiradi. Keyingisi, TrueCrypt xavfsizlik darajasi yuqori bo'lib, ko'plab shifrlash algoritmlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa ma'lumotlarni himoya qilishni samarali hisoblanadi. Davom etamiz. BitLockerning afzalliklari. BitLocker shifrlangan disklar uchun maxsus kalitlarni yaratadi. Bu esa ma'lumotlarni yanada himoyalangan qiladi. BitLocker Windows operatsion tizimida mavjud bo'lib, foydalanuvchilarga disklarni shifrlashni osonlashtiradi. Bu oddiy interfeys orqali amalga oshiriladi. BitLockerni bilishimiz mumkin ekan, Windows qurilmalari orqali bemalol ishlatishimiz mumkin. BitLocker yordamida ishlov berish jarayoni tezlashadi. Chunki bu diskni shifrlashda kompyuterning ish faoliyatini kamaytirmaydi. BitLockerning foydalanuvchilar uchun qo'llab-quvvatlashi va hujjatlari mavjudligi dasturdan foydalanishni osonlashtiradi. Davom etamiz. Keyingisi VeraCryptning xususiyatlari. VeraCrypt TrueCryptning rivojlangan versiyasi bo'lib, ya'ni birinchi aytganimiz TrueCryptning bu yanada rivojlangan, yanada zamonaviylashtirilgan turi hisoblanadi, ya'ni versiyasi. Ko'plab yangi xususiyatlar bilan ta'minlangan. U shifrlash jarayonini yanada kamaytiradi va xavfsizlik darajasini oshiradi. Ya'ni TrueCryptdan ham bu rivojlangan, yanada kuchaytirilgan, xavfsizlik darajasi yuqori. Bunga bemalol biz ma'lumotlarimizni shifrlash uchun bera olishimiz mumkin. Qo'rqmasdan, ya'ni bunda xavfsizlik darajasi yuqori. VeraCrypt foydalanuvchilarga bir nechta shifrlash algoritmlarini tanlash imkonini beradi. Buning natijasida ma'lumotlar yanada ishonchli himoyalanadi va shifrlash jarayoni tezligi yaxshilanadi. Davom etamiz. Shifrlash algoritmlari tahlil. Shifrlash algoritmi ma'lumotlarni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular har bir ma'lumotlarni kodlashda turli usullardan foydalanadi. Masalan, AES, Bluefish kabi algoritmlar kabi hollarda qo'llaniladi. Chunki ular yuqori xavfsizlik darajasiga ega. Tahlil qilish jarayonida shifrlash algoritmlarining samaradorligi va tezligi muhim ahamiyatga ega. Davom etamiz. Ma'lumotlarni tiklash imkoniyatlari. Shifrlangan ma'lumotlarni tiklash uchun maxsus dasturlar mavjud bo'lib, ular ma'lumotlarni yo'qotmasdan tiklash imkonini beradi. Agar shifrlash kaliti yo'qolsa, ma'lumotlarni tiklash juda qiyin bo'lishi mumkin. Bu esa xavfsizlikni oshiradi. Ma'lumotlarni tiklash jarayoni foydalanuvchilarga shifrlangan ma'lumotlarni qayta tiklash imkonini beradi. Bu esa muhim ma'lumotlarni saqlashga yordam beradi. Buning uchun men bittagina hayotdagi misolni har kuni har doim ko'rib yuradigan misol keltirishimiz mumkin. Masalan, Telegram ilovasiga kirayotganimizda, bironta Telegram hisobni ochayotganimizda, email pochta kiritasizmi deydi. Yo'q, o'tkazib yuboraman desangiz, siz uchun ogohlantirish keladi. Sizning ma'lumotlaringiz keyinchalik o'chib ketishi mumkin, email pochta kiritmasangiz deydi. Agar biz email pochta kiritadigan bo'lsak, keyinchalik mabodo kodlar esimizdan chiqadigan bo'lsa, ikkinchi bosqichda kodlar esimizdan chiqadigan bo'lsa, o'sha email orqali biz ma'lumotlarimizni, ya'ni Telegram hisobimizga boshqatdan kira olishimiz mumkin. Bu ma'lumotlarni tiklash jarayonini osonlashgani hisoblanadi. Davom etamiz. TrueCrypt va BitLockerni taqqoslaymiz. TrueCrypt ochiq manba bo'lib, har kim tomonidan bepul foydalanish mumkin. BitLocker esa faqat Windows foydalanuvchilari uchun maxsus, ya'ni mavjud.
TrueCrypt shifrlangan disklar uchun virtual disk yaratish imkonini beradi. BitLocker esa to'g'ridan-to'g'ri disklarni shifrlaydi. TrueCrypt ko'plab shifrlangan algoritmlarni qo'llab-quvvatlaydi. BitLocker esa asosan AES algoritmidan foydalanadi. BitLocker Windows operatsion tizimi bilan birlashtirilgan bo'lib, TrueCrypt esa mustaqil dastur sifatida ishlaydi. TrueCrypt Windows bilan ishlasa, TrueCryptga esa farqi yo'q, mustaqil dasturlar bilan ishlar ekan. Davom etamiz. VeraCrypt xavfsizlik darajasi. VeraCrypt TrueCryptning xavfsizlik kamchiliklarini bartaraf etadi. Ya'ni aytganimizdek, TrueCryptning zamonaviylashtirilgan, yanada takomillashtirilgan versiyasi. Bu esa ma'lumotlarni yanada ishonchli himoyalaydi. U ko'plab shifrlash algoritmlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. TrueCrypt shifrlash jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llaydi. Bu esa ma'lumotlarni himoyalashda samarali bo'ladi. O'zimiz bilganimizdek, zamon oshgani sari turli xil yangicha zamonaviy ilovalar, zamonaviy kodlar, zamonaviy har xil narsalar chiqib bormoqda. VeraCrypt ham TrueCryptning zamonaviylashgan shakli hisoblanar ekan. Shifrlangan ma'lumotlarni tiklash imkoniyatlari VeraCrypt yordamida yanada osonlashadi. Bu esa foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratadi. Davom etamiz. Shifrlash jarayoni qanday ishlaydi? Shifrlash jarayoni ma'lumotlarni raqamli kalit yordamida kodlash orqali amalga oshiriladi. Bu esa ma'lumotlarni himoya qiladi. Kalitlar shifrlash jarayonining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Chunki to'g'ri kalit bo'lmasa, ma'lumotlar ochilmaydi. Ya'ni, bironta parolni to'g'ri kiritmasak, biz ichiga kira olmaymiz. Ya'ni, noto'g'ri kiritilgan ma'lumot bizni u ilovaga kirishimizga xalaqit beradi. Shifrlash jarayoni ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, har bir algoritm o'ziga xos uslublardan foydalanadi. Keyingisi, foydalanish uchun talablar. Shifrlash dasturlarida foydalanish uchun bir qator talablar mavjud. Avvalo, foydalanuvchilar dasturiy ta'minotning o'rnatilgan versiyasi bo'lishi kerak. Shuningdek, foydalanuvchilar shifrlash jarayonida foydalanadigan kalitlarni xavfsiz saqlashlari zarur. Bunday talablar shifrlash jarayonining samaradorligini oshiradi va ma'lumotlarni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchining kompyuter resurslari ham shifrlash jarayoniga ta'sir etishi mumkin. Davom etamiz. Keyingisi, shifrlashdagi ma'lumotlar va yechimlar. Shifrlash jarayonida bir qator muammolar mavjud. Masalan, kalitni yo'qotish, ma'lumotlarni yo'qotish yoki shifrlash dasturlarining xatoligi kabi ma'lumotlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarda maxsus tiklash dasturlari yordamida ma'lumotlarni qayta tiklash mumkin. Biroq eng yaxshi yechim shifrlash kalitlarini xavfsiz saqlash va doimo zaxira nusxalarini tayyorlashdir. Bu muammolarni oldini olish muhim ahamiyatga ega. Keyingisi, kelajakdagi shifrlash tendensiyalari. Kelajakda shifrlash texnologiyalari yanada rivojlanishi kutilmoqda. Avvalambor, kvant shifrlash texnologiyalari ishga tushishi mumkin. Bu esa ma'lumotlarni yanada xavfsiz saqlash imkonini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida shifrlash jarayoni optimallashadi. Ko'zda tutilmoqda. Foydalanuvchilar uchun qulayliklar va xavfsizlik darajasi oshishi kutilmoqda. Kelajakda shifrlash jarayoni yanada optimallashadi va har bir kishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu bilan beriladigan ma'lumotlar tugadi. TrueCrypt, BitLocker, VeraCrypt haqida ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman.